4000 so'mdan yeb bitta qo'yamiz. Qo'y boqish qiyin deysizlar, xudo xolasa biz sizlarga o'rgatamiz. Alloh nasib qilsa. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib, shu videoga like bosib qo'ysanglar, ertaga xudo xolasa video syomkani zo'rini chiqaramiz. O'zimizning xonadonda baqilayotgan qo'ylarimizni video syomka qilganmiz. Nima yeyapti, qanchadan yeyapti, hammasini to'liq obzor qilganmiz. Juda ham arzon. 4000 so'mdan yeb bitta qo'yamiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, bormisizlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Xudo xolasa mana sizlar uchun chiroyli video tayyorlayapmiz. Xudo xolasa ertaga qo'yamiz. Uy sharoitida qo'y boqish sirlari. Juda ham chiroyli chiqadi degan umiddamiz. Mana o'zimiz xonadonda baqilayotgan sog'liq qo'ylar. Ularga nima beryapmiz? Necha mahaldan yem hashlagidan nima yeyapti, necha pulga turibdi, hammasini tushuntirganmiz xudo xolasa. Mana bular xudo xolasa qo'zi-qo'chqorlarimiz. Kech paytda jinday kamerani sifati chatoq qolyapti. Kunduzi video oldik, xudo xolasa ertaga to'liq qo'yamiz. Video obzorda qo'llab-quvvatlab like bosib turasizlar. Xudo xolasa qolgan qo'ylarimiz bo'g'oz. Alloh nasib qilsa tug'adi bu yil. Taylari quruq. Bitta qo'chqor qo'shib qo'yganmiz razvedkaga. Xabar olib turadi ulardan. Xudo xolasa kutinglar videoda. Ertaga chiqadi Alloh nasib qilsa. Mana bu sog'lig'imiz. Juda ham chiroyli. Ikki tish birinchi qoringa bo'g'oz xudo xolasa. Endi sekin-sekin yig'yapmiz biz ham. Niyat katta ferma qilish. Qo'llab-quvvatlab tursanglar sizlar. Bu yil xudo xolasa bir 70 ta 80 ta qo'y qo'ysak, Alloh yo'son. Hammasiga sizlar bilan birgalikda erishamiz. Shu odamdan qo'rqmayotgan jonivor. Juda ham chiroyli video qo'yamiz. Ertaga Alloh nasib qilsa 9-10 larga qo'yamiz videoda. Qorinlari to'q. Bitta dilbar qo'chqor sog'lig'imiz bor. Qolganlari hisori o'zimizning mahalliy zotlardan.